Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Menga savol kelyapti, yaxshilab eshitib turinglar. Mana shu videoga like bosib, unga bunga jo'natib qo'yishinglarni iltimos qilaman. Tushuntiraman savolda nimadan iborat. Oddiy bola yozyapti: "Aka, men O'zbekistondagi bir firmaga pulni to'ladim. Endi 3 oy, 6 oy vaqt o'tib ketdi. Meni jo'natgani yo'q, hech nima qilgani yo'q. Men pulimni qanday qilib qaytarib olishni bilmayapman. Maslahat bering", deyapti. Bola soddaligidan pulni qaytarib berish uchun nima olish uchun nima qilishni bilmayapti akalar. Tushunyapsizlarmi? Sodda. Endi shularga life hack o'rgataman, qarang. Agar siz Germaniya, Angliyaga ketaman degan Instagramda yoki Facebookda bir reklamani ko'rdingizda, unga yozgandingiz, sizga javob yozdi. Va bizning ofisimiz O'zbekistonda, biz sizni jo'natib yuboramiz. 3 oy ichida ketasiz. Bizda maxsus vakillarimiz bor, boshqamiz bor deb sizni qulog'ingizga tepyapti. Siz ha deb turibsiz. 1 million so'm to'lang deydi. Qolganini keyin ishlar boshlangandan keyin to'laymiz deydi sizga. Shunda shashilib 1 million to'lab olishdan oldin birinchi navbatda meni ishga jo'nata olmasang, to'lagan pulimni qaytarib berasanmi deng. Ha desa, yo'q desa, video syomkaga ovolaman to'layotganda sen videoga gapirib berasan deng. Agar meni pulimni olganingdan keyin 3 oy vaqtimni o'tkazib seni ishga jo'nata olmasang, militsiyaga, prokuraturaga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, monopoliyaga yozaman deng. Nimaga yozasan degan joyiga, u sizni O'zbekistondan ishchilar olmaydigan saytga registratsiya qilib aldayapti. Mana senikini topshirib qo'ydik deb manaqa fayllarni jo'natib qo'yapti. Ko'ringlar. Pochtanglarga shunaqa fayllar kelgan bo'lsa, bu saytlar sizni ishga olmaydi, aldayapti. Sizni pulingizni olib qo'ygan xolos. Borib pulingizni talab qiling, ovoling. Sizni aldayapti. Hech qanday Angliya, Germaniyaga bunaqa saytlar orqali keta olmaysiz. Mavsumiy ishga borish uchun faqat migratsiya agentligini qonuniy o'zini sayti orqali borasiz. Litsenziyaga ega bo'lgan saytlar ham, nimalar ham, kompaniyalar ham jo'nata olmaydi. Chunki Angliyani ish beruvchilar faqat migratsiya agentligini o'zi bilan shartnoma qilgan. Uni boshqa bo'limlari sizni mavsumiy ish 6 oylik ishga jo'nata olmaydi. Sizni pochtangizga manaqa xabarlarni jo'natib qo'yib, seni kutib tur, jo'natib qo'ydik hujjatlaring deyotgan bo'lsa, aldayapti. Shu saytga ichkariga kirsangiz, o'zlariga ochirsangiz, biz 3-davlatdan, ya'ni O'zbekiston, Markaziy Osiyo yoki boshqa davlatlardan olmaymiz, Yevropa fuqarolarini olamiz deb qo'ygan. Shuning uchun hushyor bo'ling. Birovga pul to'lashdan oldin juda qattiq o'ylanib ko'ring. Bizni Telegram gruppamizga yoki Angliyaga ketdik degan mana profilga tashing, to'lashdan oldin men tekshirib beraman. Salomat bo'lasizlar.